Assalomu alaykum. O'zini salomatligini faqatgina tabiiy yo'l bilan tiklamoqchi bo'lgan insonlar uchun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi tabiiy giyohlar do'konimizga bir-biridan noyob va bir-biridan foydali mahsulotlar kelgan. Bularni hozir sizlarga qisqacha tanishtirib o'taman. Mana bu simala mahsuloti, bu Xitoydan keladi. Grije, polartrit, osteoxondroz kasallariga juda ham yaxshi foyda beryapti. 2 oy 3 oy oralig'ida juda ham yaxshi natija bilinyapti bunda. Bu ko'knor yog'i originali. Bu tomoq va uchaydagi shamollashlarni yaxshi chiqarib tashlaydi. Undan tashqari allergik kasalliklarga ham yaxshi foyda beradi. Bu za'faron yog'i, za'faron tolasi, qabziyat uchun aralashma. Bunisi esa ksilim urug'i ozish uchun yaxshi yordam beradi. Bu tomonda muhabbat choylari, qora halila, quvvat oshirish va shamollash chiqarish uchun ashvaganda. Ayollar kasalligi uchun barabayamatka va krasniy cho'tka asosan kista miyoma kasalliklariga, ayollar kasalliklariga yaxshi foyda beradi. Eron atirguli, qonni suyultirgani karkade, sahar kasali borlar uchun juda ham yaxshi foyda beruvchi mahsulot, qora goji mahsuloti. Bunisi qizil goji mahsuloti. Bu tomonda kundir yelimi, rastoropsha, potaka mahsuloti bu o'tfadagi toshlarni yaxshi tushiradi. Bunisi bismertnik. Ko'pchilik ayollar so'ragan kaf maryam mahsuloti. Shalfe gormonal o'zgarishlarga qarshi. Mana bu tomonda padion shamollashga qarshi, qondagi viruslar chiqargan masxar guli, besmertnik, andiz, kristal hindi, qon urug'i maydalangani, ko'z nurini tiklash uchun chernika mahsuloti, chin kabobi, qalampir munchoq, qizil barbaris, qondagi tirnoblarni eritadi. Bu kardamon mahsuloti, yurakni quvvatlash uchun. Kundir yelimi, qora halila, oshqovoq urug'i maydalangani, sumbula, chistatel, zaytun yog'i, uzum sirkasi, qon ko'paytiruvchi siroplar, olma sirkasi, hamma bilgan mana moddatul hayot aralashmasi 32 xil mahsulotdan qilingan. Kalsiylar, oshqozon yazva uchun mahsulotlar. Tashqari mana boshdagi qon aylanishini yaxshilovchi, xotirani yaxshilovchi Kinga Buloba mahsulotimiz juda yaxshi foyda beradi bu ham. Bu sprelini ozish uchun. Bu tomonda mana gijja tushiruvchi mahsulotlar. Qonni ko'paytirish uchun harnub sirop, kollagen harnub siroplari, artishok harnub siroplari, jigar va o'tfay davolash uchun. Bu rastoropsha yog'i, Rossiyaniki. Psoriaz, egzema kasalligi uchun kanapilya yog'lari. Xurmo sharbati Arabistondan keladi. Zehnni oshiradi, buqog'i davolaydi. Shot sirkasi davleniyani tushirib qonni suyultiradi. Bu tomonda zaytun yog'lari, buyrak kasalliklari uchun siroplar, kurkuma, darmon talqonimiz, omega 3, sedana yog'i, propolis, achchiq bodom yog'i allergiya uchun bu ham, kristal hindi yog'lari, jojoba yog'lari, kundur yog'i, kavarak, qalb sharbati, yurakni davolash uchun, xlorofil, kuchala mahsulotlari. Bundan tashqari turli xil asallar bor. Sedanali asal, jenshinli asal, tog' asallari bor. Davleniyasi bor insonlar uchun ekodavlina, qonni suyultirib davleniyani tushiradi. Bunisi buyrak shamollagan, buyragida tuz bor insonlar uchun juda ham yaxshi mahsulot. Bunisi sahri bor insonlar uchun qondagi qand miqdorini tushirib, insulin ishlab chiqarishni yaxshilab beradi. Xo'p, ukrop urug'i, ich va chekishdan xumori bor insonlar uchun xumori qaytargan nezabotka guli, ayollar klimiksga qarshi sever, krapiva, quvvat oshiruvchi va shamollashni oluvchi temir tukon mahsuloti, buyrakdagi shamollashlar, buyrakdagi tuzni oluvchi ravo, kulkumoyak, kulukva bu buyrakda tuzlarni yaxshi chiqarib tashlaydi. Chiya urug'i, xelba, eron zirki, qondagi tirnoblarni eritadi bu ham. Qora zirk, yalpiz, sehr qilingan insonlar uchun yaxshi foyda beruvchi sidr bargi, bo'g'im og'riqlari uchun ro'yan, sabilnik, o'rmon qora aralashmasi. Bunisi qora anjir va sariq anjir. Kimga shunga o'xshash tabiiy mahsulotlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman markazi Oqtosh betagida.